Mijozlar bo'limi mijozlar sonini kuzatishimiz mumkin. Ism, familiya, tug'ilgan sana, telefon raqam, qarzlarni ko'rib chiqamiz. 3 nuqta orqali esa o'zgartirishimiz, mijoz qarzini to'lashimiz yoki mijoz to'lovlar tarixini kuzatishimiz mumkin. Tepada filtrlash tugmachasi mavjud. Bu yerda 3 xil usulda mijozimizni osongina qidirib topishimiz mumkin. Birinchisi, familiyasi yoki ismini kiritish orqali. Qidiruv tugmasini bosamiz. Ikkinchi usuli telefon raqami orqali. Qidiruv tugmasini bosamiz. Ko'rishingiz mumkin. Uchinchi usuli mijoz tug'ilgan sanasini kiritib o'tamiz. Qidiruv tugmachasini bosamiz. Ko'rishingiz mumkin. Va qo'shish tugmachasi ham mavjud. Mijoz ma'lumotlarini kiritib o'tamiz. Saqlash tugmasini bosamiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana ekranimizda paydo bo'ldi.